Alloh bu xonadonning darvozalarini keng ochib qo'yibdi. Hamisha darvozalari to'y uchun, xursandchilik uchun ochilgan adosi bo'lsin. Dunyo o'zi qiyin ekan, tashlab ketar kiyim ekan. Anglaganim shu bo'ldiki, ota bo'lmoq qiyin ekan. Uyda arpa bug'doy ekkan bilan, shon shuhratga yetgan bilan anglaganim shu bo'ldiki, dada bo'lmoq qiyin ekan. Dadam o'tganlardan keyin albatta dadani qadrini kech bilar ekanmiz. Hamisha ukajonlarimizga shu gapimki, otajonimizni, onajonimizni qadrlariga yetaylik. Ikkovdan yaxshi niyat qilib berasizlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Qadimiy Hasanov 2 yoshga baxt tilaymiz. O'g'limizga, qizlarimizga baxt tilaymiz. 2 yosh baxtli bo'lsin, o'zingizga yashaysiz. Assalomu alaykum aziz mehmon va mezbonlar. Mana bu oshnaimiz Bahodirxon hojining oilasida shodiyona kun ekan. Shu fursatdan foydalangan holatda 2 yoshga baxt tilaymiz. Baxt, saodat, uzoq umr, juvalik bo'lib, o'zidan ko'payib, baxtli bo'lishingiz uchun, baxtlarga ota-onalarning ham ten joylari sog' bo'lsin.